Keyin bitta narsani aytib qo'yay. Men sizga 3 ta shartim bor. Ayting. Xo'sh, birinchi shartim. O'rtoqlarim bilan har dushanba kuni oshimiz bor. Uyga mehmon keladimi, janoza bo'lib qoladimi, menga farqi yo'q. Ikkinchi shartim, har payshanba kuni o'rtoqlarim bilan Balg'ovga boramiz. Yomg'ir yog'adimi, tosh yog'adimi, menga farqi yo'q. Keyin uchinchi shartga kelsak, har yakshanba kuni o'rtoqlarim bilan Lola tergan boramiz toqqa. Lola bo'ladimi, bo'lmaydimi, menga farqi yo'q. Yaxshi. Men yangi kelinman. Ota-onangizni xizmatlarini qilib, ularni ko'ngliga qarab, ularga nabira tug'ib berishim kerak. Siz uyda bo'lasizmi? Bo'lmaysizmi? Menga ham farqi yo'q.